Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Mana 2 kishilik ustga oladigan katta ko'rpamiz ham tayyor bo'ldi. Bittasi bezaklik tikilgan, bittasi to'g'ri tikishga. Mana astar tarafdagi qavlishlarni ham ko'rsatib o'taman. Ikkita katta ko'rpa, ikkita keng ko'rpalarimiz, 4 ta katta yostiqlarimiz. Yostiqlarimizni ichidagi qoplari hammasi qilingan zamoklik. To'y sarposi uchun bu 2 kampligimiz. Mana ko'rib baho beringlar. Hozir yig'ma holatlarini ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishlaringiz mumkin yig'ma holatlarni. Bular keng ko'rpalari. Mana bular esa katta ko'rpalari. Mana yastig'iga zamok qilingan joylari. Hamma tikishlari overlockga yopilgan. Siz kerak emassiz-da endi. Tomoshabingiz ham yo'q sizni. Yaxshi ko'rgan kasbingiz ham yo'q. Teatr, sahna ham yo'q. Mana o'rindiqlar ham yo'q. Sizga qarab turadigan, qarshi so'rada o'qishlaydigan bizlarni shiringina bolalarimiz ham yo'q. Shuni o'ylabchi, shunaqa holat bo'lgan, xonaga chiqib ketdim-da, ilmxonaga. Endi biz Hakima bilan bitta xonada turamiz.